Assalomu alaykum obunachilarimiz, barcha ijtimoiy tarmoq kuzatib boruvchilarimiz. Mana navbatdagi shohona eng chiroyli katalogimizda 4 tasi bo'lsa, bittasi darvozamiz o'z manziliga olib kelib, o'rnatib ustanobga jarayonlarni fonni yakunlab oldik. Bu darvozamizda razmerlari, manzillarini qisqacha obzor qilib bersak, bu darvozamizda manzillari Andijon viloyati Marhamat tumani. Lokatsiyamiz xullas agar kelib, agar ishimiz yo'qsa, Muhammad Yusuf shoir Qo'nch ko'chasi. ko'chalar desa ham bo'laveradi-da. Muhammad Yusuf shoirni, o'sha to'ppa-to'g'ri. O'sha yerga olib kelib, o'rnatib ustanobga qilib berdik. Razmerlarga kelsak, darvozamizda eni to'ri 10 ga bo'lgan, bo'yi 3.30 bo'lgan. Darvoza 3 qavatli variantda bo'lgan. 3 qavatli deyishimiz sababi ponni oldidagi mana kofka gullari, 2 profil, 1.5 ga 1.5 profil oldidagi ponni bezaklari bir qavatga kiradi. Uni orasiga 1.8, undan keyin stikerlarni solib turib, shumka qilib turib, uchinchi qavatini yopganmiz. Orqasi tekis bo'lgan darvoza. O'zlari o'g'illari Koreyadan turib zakaz qilganlar, Alisher tog'a o'zlari kelganlar, kutib olganlar, razmerlarni o'zim olib, zakolatlarni o'zim olib ketganman. Men o'zlariga topshiryapman. O'g'illari ham xursand ko'rdilar, o'sha ponni jarayonlarni tashlab berganman, sexdan turib bitish jarayonlarini. Darvozaning rangilariga kelsak, ranglari mokr asfalt, kofka gullariga ham e'tibor berasizlar. Bu haligi oddiy element gul emas. Ponni kofka guldan foydalanilgan. Simala qo'yilgan, simala tepa tomonda oldiga 2 1.5 ga 1.5 profillar ponni nimaki katalogida rasmda tanlagan bo'lsalar, xudo xolasa birga bir chiqarib berdik. Darvoza addenni kaltga bo'lgan, ikkala qanotimiz, katta qanotlarimiz tashqariga ochiladi. Yaxshi bo'ladi, menga tashqariga ochib ber deganlarcha, hozir buni ham ochib ko'rsatamiz katta qanotlarni. Kichkina kaltkamiz ichkariga ochiladi. Kofka gullariga ponni Levis kraskadan ajratib berilgan. Chunki katalogida xuddi rangi ham shunday edi. Laklari o'sha matviy lakda, glansvet deysa, glansvet ham qilib beramiz zakazga binoan. Shanirlarga e'tibor berasizlar. Shanirlar o'sha 40 shanirdan ponni planka asosida kuyib chiqilgan. O'ta baquvvat. Darvozaning og'irligiga nisbatan shanirlar ham o'shanga yarasha katta ishlatilgan. Kesaklarga kelsak, kesaklari past tomoniga 10 ga 5 shiveldir ishlatilgan, bezo'loq, begabotniki. Ikkala yon tomoni, tepa tomonlari, o'rtalari 10 ga 10 brus profil ishlatilgan. Buni stenasi ham qalin. Brus profil ishlatilgan. Ponni detallari ham ichiga qovurg'alar ham 4 ga 4, 6 ga 4 profil to'qilgan. Uni stenasi ham 1.8 stenada qalin profilda ishlatilgan. Orqa tomonchi deganlarga orqa tomonni ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, zamorga ham e'tibor berasizlar. Mana zamorga ham o'ziga yarashgan o'sha stimul zamok. Ochilib yopilishlari. Mana orqa tomon. Havzumay ochib qoladi. Yo'q, ochilishlari. Bizdan dedi qo'shib qo'yadi. Xolos, tuniga. Ammo bunday qilib tushadi. Mana orqa tomon. Fenalaymiz. Fenalab qo'yasiz. Gapiryapti ya. Mana ochilishlari ham nihoyatda ponni 90 gradus ochiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bir yarimga bir yarim zazor yopish maqsadida ponni kurgovoy har bitta darvozamizga shtampovka bo'ladimi, listli darvoza bo'ladimi, ponni kurgovoy aylantirib chiqiladi. Hozir katta tomoniga, ichkari tomonga aylantirilgan, kaltkiga tashqari tomonga aylantirilgan. Agar qanotimiz ichkariga ochilganda katta qanotimiz, bash 1.5 ga 1.5 bu yerda bo'ladi, ichkari tomonda bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, O'zbekistonning barcha hududiga dastavkalarimiz bor, olib borib o'rnatib ustanobga qilib beramiz. Tojikiston, Qirg'iziston hamma davlatlarga ham xudo xolasa dastavkalarimiz bor, olib borib o'rnatib ustanobga kelishilgan holatda ustanobga qilib ponni ishlaringni chiroyli bitirib beramiz. Endi shu xonadon egalari Hojiba, keling Alisher tog'a. Hozir mana video oldida gapirib o'tdingiz. Endi yana realni gapiring, obunachilarimiz mana Andijondan ko'rishadi, Qoraqalpoqdan ko'rishadi. Sizning gapingiz, og'zingizdan chiqayotgan gapingiz ularga ishonch bo'ladi-da, Hojiba. Gapiravering, bo'lgan narsani yoqdim Hojiba darvoza nihoyat sifatli, ishlariga sifatiga ham gap yo'q. Men o'zim bir 2 oyda hayal bo'ldim, 3 oyda hayal bo'ldim. Endi siz shashmay qilaverdi Nodirbek. Buni qurilish jarayoni ketayotganligi uchun shashmay qilib deganingiz uchun. Nodirbek, rahmat. Nihoyat sifat menga yoqdi. Akamdan ham sifati chiroyli chiqibdi. Kraskalariga, o'siflarga motivatsiya zakaz berdim. Bolaga rahmat. Qo'rqmasdan zaryadga bersalar bo'ladi darvozalarga, ishonchli bolalar ekan. Shularga setkalarga qo'yib, Dubayni yo'q qilib, tuplet qilib olib kelibdi. Unaqa daraxt durum yo'q. Rahmat. Ko'nglingiz to'ldi darvozadan, Hojiba. Rahmat yigitlar. Gap yo'q, tanjoningiz sog' bo'lsin. Bergan pulingizga rizzo bo'ling. Yaxshiliklarga ochib yoping. To'ylarda qiling, hojilarga boring, doim mashlatga xizmat qilsin. Alloh sizlarga ishlaringiz Alloh rivoj bersin. Amin. Pullarni kuyib ketsin. Allohu akbar. Obunachilarimiz ko'rdilaring. Tog'a o'zlari realni mana xonadonlarga kelib o'zim razmerda olganman. Agar videomiz, darvozamiz yoqsa bir donadan laykni, agar kanalimizga yangi bo'lsalaring,
obuna tugmasini bosib qo'ysalar, bundan ham chiroyli daraxtlarimiz bir ko'rishga xudo xolasa birinchilardan bo'ladi. Nasib. Oshnangiz qayerga ketishyapti endi? Darvozani yuvib bermaysizmi? Ular ana choyxonamiz. Bo'pti gap yo'q. Bo'pti, Hojiba. Salomat bo'ling, charchamang. Ha.